Rangsiz gullar serialining 61-qismi 28 oktyabr 2025 yilda sevimli turda soat 21:45 efirga uzatiladi. Ushbu loyiha o'zining chuqurligi va samimiyligi bilan tomoshabinni hayratga soladi. Rangsiz gullar ko'zda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan hikoya. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi, ammo ba'zilar hayotdan rangini yo'qotgan. Har bir yangi qism tomoshabinni qahramonlarning his-tuyg'ulari, taqdir bilan kurashi va ichki qarama-qarshiliklariga yanada chuqurroq olib kiradi. Aktyorlarning mahoratli o'ynashi, his-tuyg'ularni jonli yetkazishi hikoyani yanada haqiqatga yaqin qiladi. Ssenariy dramatik sahnalarni ta'sirli detallar bilan uyg'unlashtiradi, tomoshabinni voqealarga qiziqish bilan jalb qiladi. 61-qism yana bir bor isbotlaydi. Bu serial qalbni silkitadi va uzoq vaqt yodda qoladi. Hatto eng kichik so'zlar va harakatlardagi nozikliklar hayot, muhabbat va har lahzani qadrlash ahamiyatini anglashga undaydi. Rangsiz gullar kuzatib borish mumkin bo'lmagan loyihalardan biri bo'lib qolmoqda.